Pnevmatikalarimiz narxlarini videomiz oxirida aytib o'taman. Assalomu alaykum ovchilar va ov ishqibozlari. Bugungi video obzorimizda o'sha sizlar bizdan ko'plab so'ragan 4,5 kalibrli vazushkalarimiz. Bizdan ko'p telefon so'ralyapti. Aka, o'sha 1 millionlik skidkadagi vazushkalardan qoldimi? Qanaqa modellari bor? Necha kalibrlilari bor degan savollar uchun mana sizlarga hozir qo'limda qolgan aksariyat pnevmatik vazushkalarimiz. Hozir bularda yana 5-6 tasi bor. Endi hammasini birga joylamadim. Ushbu pnevmatikalarimiz Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan, rabochiy, lekin yana o'sha prujinasini, manjetlarini almashtirilsa, yana 2-3 yil egalariga bemalol xizmat qiladigan pnevmatikalar. Shu pnevmatikalarni bir tanishtirib o'taman. Shu pnevmatikalarimiz birinchisi Hudson Striker 4,5 kalibrli, og'irligi 3 kg 200, o'rtacha urish masofasi 50-60 metrgacha bemalol ovda ishlatsanglar bo'ladi. Undan uzoqroq masofalarga ham otsanglar bo'ladi, lekin bunga albatta otash opti kerak. Qo'lingiz yaxshi o'rnashib, yaxshi optik pritsellar qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Aytgancha bularning ustidan bular pnevmatikalarimiz hammasini ustiga o'sha o'zini optik pritsellarini qo'ysa bo'ladi. Yana bitta Hudson Strikerimiz bor. Buni undan ko'ra holati yaxshiroq.